Bugungi asosiy maqsadimiz Abdufattoh akam oldiga kelganda sizlarga boshqa katta yangilik bor. Mana buni Abdufattoh akam yangi yasadilar. Buni kopiyasi ustozimiz Fabian Martelni Fransiyadan o'sha bu nimani ko'tarib keldi. Asli Gollandiyada chiqqan ekan. Va buni razmerlarini hammasini berdik. Siraz Abdufattoh akam yasadi. Bu namlikni o'lchaydigan narsa. Buni mana santimetr qo'yishdi. Oldin bizi u Gollandiyadan kelganda santimetrlari yo'q. Ya'ni siz tuproqni, ildizni qismi masalan aytaylik intensiv bog'larda 40-60 santimetrga bo'lsak, katta daraxtlarda biz asosan mana bu 80 gacha bor. Namlikni o'lchashingiz mumkin. Shu quruq tuproq chiqqanda bilasizlar namlik qanchacha borganligini. Yer ustiga qarab namlikni aniqlamaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shunaqangi apparatni olishimiz juda ham qulay. Ayniqsa birinchi yilda, ikkinchi yilda lapatka bo'lsa yana yaxshi. Bunda ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi toshli shag'alli yerlarda unchalik ish bermasligi mumkin, lekin qolgan joylarda biz bemalol bu narsani ishlata olyapmiz va tuproqda analiz olishda ham shuni ishlatyapmiz. Yaxshi. Xudo xolasa. So'g'jon aka nima deysiz? Juda yaxshi narsa, eng